Sigaretni chekib, olovini tashlayapti birinchidan. Ikkinchidan, sigaretni chekib bo'lib o'zini Mijozimizga, podyezdlariga kamera qo'yib berganmiz. Doim kameramiz shu tarafda oladi. Kameramiz telefondagi ko'rinishi. Ushbu kameramizni televizorga ham ulab berganmiz. Bemalol ham kamera monitori, ham televizor o'rnida ishlatsa bo'ladi televizorni. Mumkin shunaqa holatlar uchun kamerani o'rnatgan. Ya'ni ayrim odamlar sigaret chekib, sigaret tashab ketyapti, suvni ichib, idishlarini podyezga tashab ketayotgan ekan. Xullas, podyezda tozalik yo'qolgan. Bu kameramiz orqali bemalol ushbu odamning ovozini, nima gapirganini va qayerga o'tganini ko'rishingiz mumkin. Xohlang televizor orqali, xohlang telefon orqali. Agar sizga ham shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Bizga like bosib, sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.